Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Dam bilan ilhomlaning. O'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Hey yo, hammaga salom, siz bilan oilaviy kanal Rizif Movies. Bugun biz yana bir ajoyib Krай Sveta deb nomlangan filmni qisqacha sharhlab beramiz. Filmda o'zga sayyorliklar yerni olish maqsadida yerga hujum qilishdi. Keyin nima bo'lishini kino davomida bilib olasiz. Filmni boshlashdan oldin mehnatimizni qadrlab videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Uchib kelayotgan ulkan begona kema yo'lida xalqaro kosmik stansiyani yo'q qiladi. Collins yerga xabar qilishga harakat qiladi, ammo kema ichiga kirib olgan o'zga sayyorlik bunga yo'l qo'ymaydi. Bu vaqtda yerda bir yigit Alex koinotni o'rganish bilan juda band edi. U shu darajada qiziqib ketadiki, boshqa odamlar bilan deyarli muloqot qilmaydi. Onasi uni ijtimoiylashishga majburlash maqsadida oromgohga yuboradi. Orqasidan Daruh va Jane ham borishadi. Alex bir necha soat o'tgach lagerga yetib boradi va Jane bilan tanishishga urinadi. Biroq u unga e'tibor bermaydi. Tarbiyachilar ilk sinovni boshlashadi. Arqon bo'ylab balandlikdan tushish edi. Alex qo'rqadi va minoradan tushib ketadi. Shuning uchun uni qo'rqoqqa chiqarishadi. Ertasi kuni ertalab ularning barchasini ko'l bo'yiga yig'ishadi. Ammo u yerda barcha qayiq buzilganligini ko'rishadi. Shu paytdan foydalanib Jane o'rmonga qochadi. Alex uni ko'radi va ortidan boradi. O'rmonda ular Darush va Gabrielga duch kelishadi. Ularning o'rtasida bahs chiqadi, lekin bu mojaro kuchli portlash bilan to'xtaydi. Telefonlarga favqulodda xabar keladi. Barcha odamlar xavfsiz joyga o'tishi va noma'lum uchuvchi obyekt yaqiniga bormaslik so'raladi. Bolalar lagerga qaytishadi, biroq u yerda hech kim qolmagan. Osmon yana portlashlarga to'la. Yorug'lik birdan o'zgaradi. Lagerda xabar qoldirilgan, hamma tog'dan pastga tushib ketgan. Faqat bir tarbiyachi qolgan. U butun vaqtini uxlab o'tkazgan ekan. Jane uning flakasini olib izlaydi va unda spirtli ichimlik borligini tushunadi. Alex bu portlashlar elektromagnet impulsi texnikasini ishdan chiqaruvchi qurolga o'xshagan narsa bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Shu sababli butun elektronika ishdan to'xtadi. Uzoqdan yangi portlashlar eshitilmoqda. Bu armiyaning bosqinchi begonalarga qarshi bergan javobi. Biroq insoniyatning texnologiyalari ularning darajasiga yetmaydi. Jangning ilk daqiqalaridayoq ko'plab harbiy samolyotlar yo'q qilinadi. Bolalar qochishga urinadi, lekin ularning yaqiniga xalqaro kosmik stansiya kapsulasi qulab tushadi. Ichidan omon qolgan Collins chiqadi. U bolalarga bir fleshkani beradi va uni laboratoriyaga yetkazishni iltimos qiladi. Fleshkani Excalibur deb ataydi. Bu vaqtda atrofga yana bir begona keladi. Collins bolalarga darrov qochishni buyuradi. Ular qochib ketadi, ammo Collins halok bo'ladi. Begona o'z tanasidan itga o'xshagan yirtqichlarni chiqaradi. U maxsus ko'rish qobiliyati bilan atrofni juda aniq ko'radi, ammo bolalar aqlliroq chiqadi. Ular bu mavjudotni pechga kiritib yoqib yuborishadi. Katta begona bilan esa bunday qilishning imkoni yo'q. Ular yana yashinib olishadi. Shu orada uxlab yotgan tarbiyachi uyg'onadi. U hojatxonaga yo'l oladi va u ham begona qurboni bo'ladi. Gabriel va Darush MKS kapsulasiga kirishadi. U yerda ular bir tugmani topishadi. Bu tugma yordamida yirtqichni yoqib, uni qovurib yuborish mumkin edi. Begona bu baqiriqni eshitadi va ular tomon yuguradi. Bolalar guruhini qulatib tashlaydi. U Darushga qora suyuqlik purkab, og'ziga nimanidir joylaydi. Yaxshiyamki, shu vaqtda harbiy samolyot paydo bo'ladi va yirtqichni yo'q qiladi. Alex Darushning virus yoki boshqa xavfli narsa bilan zararlanganligidan xavotirda edi. Jane ularning janjalini to'xtatadi. Hozir bahs qilish vaqti emas deb aytadi. Ular shahar tomon yo'l olishlari kerak. Gabriel politsiya bo'limini topishni va fleshkani ularga topshirishni taklif qiladi. Ammo piyoda yurish juda uzoq edi. Shu sababli ular velosipedlarni topib yo'lga chiqishga qaror qilishadi. Darhaqiqat bitta muammo bor edi. Alex velosiped hayday olmasdi. Ammo uchlik bu muammoni muammo deb hisoblashmasdi. Ular unga o'rgatishadi. Ko'p o'tmay ular shaharga yetib borishadi. Shahar alangaga o'ralgan edi. Bu orada lagerga qolgan begona mavjudot yana oyoqqa turadi. Go'yo hech nima bo'lmaganday. O'smirlar guruhi politsiya bo'limiga yetib kelishadi. Ammo u yerda hech qanday tirik odam yo'q edi. Gabriel velosipedlarni kuzatib turishni aytadi.
qolganlari esa binoni ko'zdan kechirishadi. Ichkarida evakuatsiya to'g'risida xabar topiladi. Dunyoning katta qismi allaqachon yo'q qilingan edi. Avval Osiyo, keyin esa Yevropa qulagan. Harbiylarga berilgan asosiy buyruq begona mavjudotlarning energiya manbaini aniqlash bo'lgan. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Bismillah, bir kishini topishadi. U qamoqda qolib ketgan edi. Lu yordam so'raydi. Gabriel uni xavfli deb hisoblab eshikni ochmasligini taklif qiladi. Lekin Jane befarq bo'lishni istamaydi. Alex unga kalitni uzatadi va ketayotganlarida eshikni ochishni so'raydi. Birozdan so'ng o'smirlar guruhi harbiylar bilan to'qnash kelishadi. Alex Collinsdan olingan fleshkani komandirga topshiradi, ammo ular bazaga qayta olmaydilar. Begonalar tuzoq qo'yishgan edi. Avtobusni ag'darib yuborishadi. Itga o'xshagan begona jonzotlar askarlarni o'ldiradi. Komandir mashina ostida qolib ketgan va o'zini o'lishni tushunib, fleshkani yana bolalarga topshiradi. Jane ratsiyani olib qochib ketishadi. Quvvat tugay boshlaydi. Darush dam olishni taklif qiladi. Ana shu vaqtda Gabriel o'zining uyi shu yerda ekanligini eslaydi. Lekin u voyaga yetmaganlar qamoqxonasidan qochgan. U yerga qaytishga haqqi yo'q edi. Ammo qamchi yeyish begonalar qo'lida halok bo'lishdan yaxshiroq edi. Shuning uchun ular Gabrielning uyiga borishga qaror qilishadi. Yaxshiyamki, u yerda hech kim yo'q edi. Gabriel o'z hikoyasini aytib beradi. U onasiga do'konda yordam berar edi. Bir kuni tasodifan mijozga mahsulotni berishni unutadi va uni o'g'irlikda ayblashadi. Gabriel bu haqoratga chiday olmaydi va kuchli shapaloq tushiradi. Natijada uni qamoqqa tashlashadi. Onasini ham ishdan haydashadi. Shuning uchun onasi bilan muloqotlari yaxshi emas. Tunda ularni g'alati shovqin uyg'otadi. Ular tashqariga chiqishadi va Lu ularni kutib turardi. Afsuski, ular uni qamoqdan chiqarib yuborganliklari bekorga ketdi. Endi Lu fleshkani o'ziga olishni istardi. Alex qarshi chiqadi. Lu esa ularni yo'q qilish bilan tahdid qiladi. Ammo ularning gap so'zlarini kutilmaganda paydo bo'lgan begona mavjudot buzadi va Lu halok bo'ladi. Ertalab Alex jamoaga lagerdagi begona mavjudot ularni izlayotganligini aytadi. Ularning ko'z o'ngida u o'lmagan edi. Demak, uning regeneratsiyasi juda kuchli. Shunda Darush g'azabdan portlaydi. Go'yoki kimdir undan Robuxlarni tortib olganday va Gabriel bilan mushtlashishga kirishadi. Jane ularni ajratadi. Darush kechirim so'raydi. Ota-onasi deyarli barcha pullarini yo'qotgan va otasi qamoqqa tushish arafasida. Shu sababli u o'zini tuta olmagan edi. Ular tortishayotgan paytda basseyndagi begona mavjudot yana qaytadi. Yangi hujum bosqichi boshlanmoqda edi. Jamoa yangi kiyimlar olish uchun savdo markaziga boradi. O'g'irlik qilishga majbur bo'lishadi. Ammo ularning o'g'irliklari shu bilan tugamaydi. Ular bir mashina o'g'irlashadi. Hatto velosiped hayday olmagan Alex o'zini zo'r haydovchi deb o'ylaydi. U mastlardek mashinani haydayotganida Jane boshqaruvni oladi va o'zi rulga o'tiradi. Shaharga yetib kelishganida ularga yana begona mavjudot hujum qiladi. U tomni teshib o'tadi. Jane esa mashinani to'xtash bekatiga urishga majbur bo'ladi. Albatta, bunday to'xtatish begona mavjudotni to'xtatmaydi. Shunda ular uni mashinadan uloqtiradilar va mashina bilan urib yuborishadi. Ular bu g'alabani nishonlay boshlashadi. Ammo Alex fleshkani mashinada unutib qoldirganligini eslaydi. Faqatgina Darush jasorat topib, kalit bilan mashinaga qaytadi. Ammo begona mavjudot hushiga keladi va unga jarohat yetkazadi. Shunga qaramay ular qochib ketishga va kerakli laboratoriyaga yetib borishga muvaffaq bo'lishadi. Lekin u yerda hamma o'lik edi. To'satdan ular bilan armiya generali bog'lanadi va yangi boshpana koordinatalarini aytadi. Yoki ular podvalga tushib yangi qurolni ishga tushirishlari mumkin. Alex tomga chiqib antennani sozlashi kerak. Lekin u yerda begona mavjudot uni kutyapti.
Alex antena yo'nalishini to'g'rilaydi va pastga sakrab tushib, mavjudotni orqaga qoldiradi. Shu paytda tirik qolgan bir olim ayol nimanidir aytmoqchi bo'ladi, lekin begona it yugurib chiqib uni yo'q qiladi. Jane eshikni topadi va mavjudotning oyog'ini qisib qo'yadi. General kirish kodini aytadi, lekin Gabriel raqamlarni bilmaydi. Nima bosishini tushunmaydi. Darush o'zining qo'li bilan raqamlarni aniqlaydi. Shu zahotiyoq katta begona mavjudot Tomni teshib kiradi, lekin Gabriel unga kubik bilan kuchli zarba beradi. Bunday sharmandalikka toqat qila olmagan mavjudot Alexning ortidan quvadi. Yaqindagina velosipedni arang hayday olgan Alex endi raketa dvigatelini ishga tushirib, mavjudotni kuydirib yuboradi. Shu bilan birga jamoa sun'iy yo'ldoshlarni faollashtiradi. Ular esa o'zga sayyoraliklar kemasini yo'q qiladi. Natijada har biri mashhur bo'lib ketadi. Hatto Angliya qirolichasi ularni ritsar unvoni bilan taqdirlaydi va film shu yerda poyoniga yetadi. Yana o'sha gap, kino yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha.